prosentlari bilan 1,18 millionmi? 1,18 million. Bu o'ylab topilgan narsa emas bu. Bu haqiqiy bo'lib o'tgan voqea bu. Mana qarorim. Bizdan keyin qanchalik hal bo'ldi uylariga Zoltan Korona qarzdorlikni to'lash bo'yicha ogohlantiruv jo'natgandan keyin bilib qolganlar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir yangiligimiz, xushxabar. Mana akamizni nomlariga Zoltan Koronadan roziligisiz xabarlarisiz 500 ming rubl qarzdorlik olingan edi. Uni prosentlari bilan 1,18 millionmi? 1,18 million. 1,18 million bo'lib ketgan edi. Bu kishini xabarlari bo'lmagan, roziliklari bo'lmagan. Qarzdorligi uylariga Zoltan Korona qarzdorlikni to'lash bo'yicha ogohlantiruv jo'natgandan keyin bilib qolganlar. Gumonlari ham bo'lmagan. Kimdan gumon qilishni bilmaganlar sababli bizga murojaat qildilar. O'z huquqiy yordamlarimizni ko'rsatdik. Endigi murojaat qildik. Xolos mana jinoiy ish qo'zg'atildi, qarorlar qo'llarida turibdi. Jinoiy ish qo'zg'atilganligi sababli endi bu kishi nomlaridan qarzdorlik olib tashlanadi. Bu qaror bu kishini qarz olmaganliklari haqida va bu kishi bu ishda hech qanaqa daxllari va qarzdorliklarni olmaganliklari haqidagi tasdiqlovchi hujjat bo'ladi, oddiy tilda aytganda. Aka, o'zingiz fikrlaringizni bildirsangiz. Birinchi o'rinda bir tanishtirib o'tsangiz hamyurtdoshlarimizga, qaysi shahardansiz? Men Namangan viloyati Kosonsoy tumanidanman. Haqiqatda meni nomimga 500 ming rubl miqdorida qarz olingan. Meni ishtirokimsiz, meni ruxsatimsiz olingan. Men bundan bexabar bo'lganman umuman. Bu Kartangizga ham tushmagan. Kartamga ham tushmagan. Men bilmaganman. Men buni uyimga xat borgandan keyin bilyapman. Tashti 9 oy degandan keyin bilyapman bu qarz olinganini va shu hisobdan men mana shu Abubakr Safayevga murojaat qildim. Shu narsani muammoni hal qilish bo'yicha biz MVDga murojaat qilib, qonuniy tomonlama shu narsani yechib, hal qilib, o'zimni qarzdor emasligimni tasdiqlovchi hujjat bilan, mana qaror bilan mana o'zimni oqlab chiqdim. Xohlasa bu o'z foizi bilan 1,18 ming shunaqa bo'lib ketgan miqdordagi qarzi yo'q qilib chiqdi. Bu haqiqat. Bu shunchaki o'yin, shunchaki gap. Oldi qo'shni hech kim o'ylab topmayotgan. Gap ham o'rgatmaydi, to'g'rimi? Hech kimga gap ham o'rgatmaydi, boshqa ham qilmaydi. Bu bo'lgan voqea, real bo'lgan voqea. Eng qizig'i aka, tergov jarayonida jinoyatchi pokazaniyasini berganida va vypiskalarni ko'targanimizda 57 marotaba sizning nomingizga qarzdorligi olib yoqib yurgan. To'g'ri. Bir boshida 50 ming, 100 ming rubl pul bergan. Olgan, yopgan, shtobi limitni ko'tarish uchun. Limitni ko'tarib 500 ming yetkazgandan keyin 500 mingni olgani topol qilib aytganda keyin surgan. 500 ming rublni o'z ehtiyojlariga sarflab olgan. Eng qizig'i, bu qarzdorlik olingan payti akamiz O'zbekistonda bo'lgan. Xabari ham bo'lmagan. U jinoyatchi xotirjamgina o'zining telefonida bu kishini Zoltan Koronasini ochib olgan, ham kod olganiga, ya'ni SMS ga kelgan kodda olib turib, o'zini telefonida Zoltan Koronaga kirib olib, ishlatishda davom etgan. Bu jinoyatni ochishda bizga birinchi yordam bergan narsa bu karta bo'ldi, bankovskiy karta. O'sha karta orqali jinoyatchini topdik. U yoqda har xil soучастникlar ham bo'ldi. 3 ta shaxs gumonlanuvchi edi. Ichidan bittasi topildi, ya'ni eng asosiy va aybdor shaxs topildi va uning bo'yniga barcha ayblar qo'yildi. U ham tan oldi. Shu sababli jinoiy ish qo'zg'atildi va akamiz bu qarzdorlikdan xolis bo'ldilar. Hurmatli yurtdoshlar, e'tibor beringlar. Biz qarzdorlikni qanaqadir ba'zadan o'chirib beramiz deyotganimiz yo'q. Mashinliklar paydo bo'lgan hozir Zoltan Koronadan qarzdorligingizni qanchadir miqdorda pul evaziga o'chirib beramiz, boshqa qilamiz deb har xil va'dalarni beryaptilar. Bu narsalar yo'q. Bu qarzdorlikni просто tak o'chirib bo'lmaydi. Tim bo'la o'zingiz olgan bo'lsangiz, вообще o'chirib bo'lmaydi. Bu akamiz qaytarganimda, u so'zni qaytarishimning sababi ko'pchilik ular o'chirib beryapti deb, mashinnik deb o'ylayapti. Yolg'onchi deb o'ylayapti. Yolg'ondan pul ishlash maqsadida qilinayotgan video deb o'ylayapti-da bu. Reklama deb o'ylayapti. Yo'q. Agar o'zingiz olgan bo'lsangiz, bu qarzlarni o'chirib bo'lmaydi hech qachon. Bu kishini holatlari moshennichество в сфере кредитования bo'lgan. Elementlar topilgan, barchasi jinoiy ish qo'zg'atildi. Shuni asosida qarzdorlikdan xolis bo'ldilar. Shu sababli e'tiboringizni shunga qaratardim.
Aka, endi fikringiz qanaqa? Nima degan bo'lardingiz kuzatuvchilarga? Kuzatuvchilarga shu mana shunaqangi holatlarda juda ham ehtiyot bo'linglar. Telefonlaringni bir kishiga boshqa insonga bermanglar. Hech qanday kod, bir narsa shunchaki so'raganiga bermanglar. Bu ishonmanglar bir kishiga. Umuman bu holat boshqa insonlar takrorlanishini umuman xohlamayman. Hech kimni boshiga tushmasin. Buni orqasidan pul yetganlar ehtiyot bo'linglar. Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. O'ylamanglarki, bu shunday qolib ketadi, bu kechib yoradi. Buni hech qachon kechmaydi buni. Lekin Xudo ko'rib turibdi. Hech kim bilmasa ham Xudo ko'rib turibdi. Baribir jazosini olasiz. Albatta. Jazosi qolmaydi, bu narsa ovora bo'lmayman. Mana salkam 1 yil deganda topildi mana. 1 yil deganda topildi. Oldin ham topilgan, bundan keyin ham topiladi. Juda ehtiyot bo'linglar. Bu shunchaki bu o'ylab topilgan narsa emas bu. Bu haqiqiy bo'lib o'tgan voqea bu. Mana qarorim. qilganimizdan keyin qanchada hal bo'ldi aka? Murojaat qilganimizdan keyin Nechinchi kun biz murojaat qildik? biz 30-kuni murojaat qilgandik. 30-yanvar kuni. Bugun mana 6-fevral mana. 6 kun deganda 6 kun deganda men qo'limga oldim mana. Hammada har xil bo'ladi aka, lekin 2 oy, 3 oy, 5 oygacha cho'zilib ketganlari bor. Lekin sizni holatingizda ancha operalarga birinchi o'rinda rahmat. Ko'rdingiz o'zingiz ham qanaqa ishlaganini ular. Maksimal operativni ishlashda 6 kun deganda hal qilib berishdi. Operalarga albatta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Afsuski ular bu videoni ko'rmaydi, o'zbek tilini tushunmaydi, shuning uchun alohida yetkazamiz. Va agar jabrlanuvchilar menga murojaat qilishsa, hurmatli jinoyatchilar, birovning nomiga kredit olib qo'yganlar, baribir orqalaringdan yetib boraman. Shu sababli ehtiyot bo'linglar. Yoki yaxshisi pullarni to'lab qo'yinglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizlar bilan Abubakir Safayev.